Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 18-sura Kahf. Mekkede nazil bo'lgan 110 oyat. Nahayat şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamda sana Allohga xosdirki, Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish uchun yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xushxabar berish uchun bandisiga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof va ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular ya'ni yaxshi amallarni qilgan mu'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning balasi bor deguvchilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'xtonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning eg'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng, ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. İnsanların qaysining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini to'ptuz bayovonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va raqamni bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng hayron qolarligi deb qaradingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalaridan ato qilgin, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquvchilardan qilgin dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganlari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turganligini, inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Biz sana ularning hikoyasini rostligi bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigoriga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dasturib etdi. Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sheriki bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nimishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdimi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ya'ni g'orning ishiki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turadi. Alloh ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patgandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirisidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Allah hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amallari tufaylidan Allah ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargiz topolmaysan. Mubodo ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ikki g'orning bo'sog'isida ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib cho'qim qashqan bo'larding. Ularni uxlatganimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rasin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri, "Bu g'orda qancha uzun turdinglar?" dedi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, "Qancha uzoq turganliginglarni Parvardigoringlar obdan biladi. Biringlarni buyuringlar, bu tangilarni shaharga elib berib, kimning tamoqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib elib kelsin. O shaharga kirishda va tamoq setilishda ehtiyot qilsin, sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Bundaqda hargizmi maqsadinglarga erishaolmaysizlar." Ularni uxlatib uyg'otganimizdek kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi.
Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga bir tam etinglar dedi. Ular Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishiga oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Ular ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasaralar, ular 3 bo'lib 4-chi ularning ihtidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib 6-chi ularning ihtidir deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib 8-chi ularning ihtidir deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'ina kishilar biladi. Ular to'g'risida nasarlar bilan faqat yuzakini munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'ong'imi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramagan. Sen bir ishni qilmoqchi bo'lsang, "At shu ishni cho'qim qilaman" demay, Alloh xolisa degan so'zni qo'shib degin. Alloh xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Alloh xolisa deganni esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng durust ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal, Allohning anglishi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijoh topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atdigan oqshomda uningga ibodat qilganlar bilan sabrchan bo'lgan holda billa bo'lgin. Hayoti dunyoning zibbu zinatini deb ularni ko'zga ilmay qolmagin. Biz dilini zikrimizdan g'aflat qoldirgan, nafsi xohishiga agashgan, davomli oshqullik qiladigan odamga agashmagin. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ldi. Xolgan odam iymon etsin, xolgan odam kofir bo'lsin degin. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini ko'ydirib yetadigan nihoyatda qiziq suv beriladi. Bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib o'tmaymiz. Ana shular ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramon bo'ladi. Jannatda ular oltin bilaguzuklarni soladi. Nepiz va qilin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiyadi. Taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot, jannat nima degan go'zal joy. Ularga mundaq biri mu'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xo'rmizorliq, ikkinchi bog'ning o'ttirsidagi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Har ikkisi kamkotisiz, to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stangni barpo qildik. U yana bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodarga faxrlanib, "Men sendan boy, odamlarim seninkidan ko'p" dedi. O mu'min birodarini yetlab beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda etdi. Bu bog' menga yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Uningga mu'min birodari munozirlashgan holda etdi. Seni aslida tuproqdan, ondan obi ma'nidan yaratib, ondan seni ravris inson qilgan zotni inkor qilamsan? Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman, Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan cheg'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'lingdan yetish kelmaydi. Desangchi, sening qarashingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mo, umidki Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilgay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing to'ptiz qaqos yerga aylanib qolgay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, yana asli keltirish sening qo'lingdan kelmagay. Uning mevalari yana beg'i vayron bo'ldi. Uzum bedishlari yerga yiqildi. O boq sarf qilgan chiqimlarga hasrat chekib, ikki olqinni uvulg'ili turdi, hamda o, "Men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasam-chi?" dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'zigimi o'zi yordam qilolmadi. Bu yerda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir.
Allah o'ziga iymon etquvchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguvchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguvchidir. Ey Muhammad, ularga yana kishilarga dunyo tirikchiligi haqida bundoq misolni keltirgan. U shuningga o'xshashdirki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmish bo'liq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Allah har narsaga qodirdir. Mollar va balalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqi qoladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir, umid texmi cho'ngdir. U kunda biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, to'p-tiz ko'rasan. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni mashargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular yana jimi xaloyiq sap-sap bo'lishib Parvardigoriga to'g'rilanadi. Kafirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, balasiz yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagan sizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular, "Voy bizga, bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku" deydi. Ular qilgan atganlarning hammasining nomi amalga xotirlanganligini ko'radi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jillardan edi. Shunga u sajda qilmaganlikdan Parvardigorining itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? Holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal? Ular yana shaytonlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini, ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uvchilarni yordamchi qilib yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytadi: "Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar." Ular chaqiradi, lekin ularning sheriklari javob bera olmaydi. Biz ularning orasida ular o'talmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p datalash qiladi. İnsonlarga hidoyat kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquvchilarga xush xabar berguvchi, osiylik qiluvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambarlar ib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara qilib oldi. Parvardigorning oyatlari bilan panda nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidami zolim kishi bormi? Shubhasizki, biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tatdiq. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohgoh topolmaydi. Shu shaharning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga ikki daryoning qo'shiladigan joyga yetmaguncha mengishimni to'xtatmayman, shu joyga yetganga qadar uzoqqa mengayveraman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l elib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga "Atdiganlik tamoqimizni elib kelgan, bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim biz cho'ng tosh ostida aram elayotganda yuz bergan ishdan yana pishirilgan beliqning tirilib, sevatdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rostilla beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Musa bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. O ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni
ya'ni ilmiy g'ayibni biz bildirgan bir bandini Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa onunğa, Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni suhbatingda bo'laymi dedi. U aytdi, sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan. Sen cho'nqur to'nib yetmagan ishga qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan? Musa aytdi, Allah xolisi meni sabr qilg'ich ko'rsan, sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman. Xizr aytdi, agar sen menga agatsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bermagicha uningdan so'rama. Shuning bilan o ikkisi birlikda mengib kelib bir kemaga chiqishdi. Xizr kemani teshivatdi. Musa uningga, kemadagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemani teshivatdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding dedi. Xizr sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib tura olmaysan demadimmi? dedi. Musa aytdi, ahdini unutib qolganimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin ahvolga tushirib qo'yma. O ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balani uchratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Musa, sen bir begunoh jonni nohaq o'ltirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding. Xizr aytdi, sen men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demadimmi? Musa aytdi, buningdan keyin yana sendan bir ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmagin. Sana bergan va'damga 3 qatim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda sana hamroh bo'lmaslikka ma'zursan. O ikkisi yana birga menga bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan boshlatdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Xizr qo'li bilan tuzab qo'ydi. Musa aytdi, agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqi olgan bo'larding. Xizr aytdi, bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turamagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray. Kemaga kelsak, o dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemasi edi. Men uni teshib ayibni qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida yana boradigan yo'llarda har qanday saq kemani egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. O'ltirilgan balaga kelsak, uning ota-onasi mu'min edi. Onun gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga tengishidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga bu balaga qaraganda pok va suyimlik farzand ato qilishni iroda qildik. Tamga kelsak, o shahardagi 2 yetim balani edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib tushsa, xazinasi ichilib qilib kishilar uni ib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni ya'ni yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib turamagan narsalarning haqiqati ana shu. Ular ya'ni Yahudilar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashdi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degan. Onunğa biz zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Onunğa o'z maqsadiga yetishining butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn Allah onunğa osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. O kun petish tarafga yetib borganida kunning qora loyliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yanada bir turli qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, sen ularni jazolagin yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgin dedik. Zulqarnayn aytdi, kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan o Parvardigorining dargohiga qaytariladi, Parvardigori uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kun nurining shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdi. O qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan o Allah uning qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn 2 tog' orasiga yetib borganda, 2 tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi.
Ular ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi dedi. Zulqarnayn aytdi: Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma selib beray. Menga temir parchalarini olib kelinglar. Temir parchalari dövülünüp, ikki tog'ning orasi tekshi bo'lganda, kuyuklarni bilsanglar. Temir parchalar qizib o'tdek bo'lganda, o menga eritilgan misni beringlar, ustiga to'kay dedi. Ular yana Yajuj Majuj uning ustiga chiqishga, uni teshishga qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: Bu yana to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda, u uni to'ptiz qilib etdi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. So'r chelinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. U kunda kofirlarga jahannamni oshkor ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod etishdan pardlangan edi. Ularning dillarini zulmat qoplaganligi uchun kalomullohni anglashga qodir emas edi. Kofirlar meni qo'yib bandalarimni ma'bud qilib olsa bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kofirlarga haqiqatan manzilga qilib tayyorladik. Sizlarga amallar jihatdan eng ziyon tortquvchilarni aytib beraylikmi? Ular hayotda dunyoda qilgan amallari yo'q chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan, natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, yana bundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Kofir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suvi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugamay turib, dengiz suvi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mobodo yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigorga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib azobdan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigorga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin.